noyabr oyi uchun Tigo i Pro avtomobiliga bonuslar qo'yib desak ham bo'ladi. Chunki ushbu avtomobilga boshlang'ich so'latiga 85 million so'm qilasizlar. Buning ichida bitta propan, bitta parod, oldiga radiator setkasi. Shu videoga like bosgan bo'lsangiz, albatta siz uchun ko'rigini ham qilib beraman. Bundan tashqari bitta antiradar ham mana o'zimdan sizga bonus mukofoti. Bunaqa imkoniyat bilasizlar faqatgina Namangan Cherry avtosaloni chiqazib beradi. Ushbu avtomobilimiz 1.5 turbina va 142 ta ot kuchiga ega 4 ta porshili bo'ladi. Avtomobilning kattaligi, uzunligi 4-5 metrni tashkil etadi. Tigo i Pro avtomobiliga qiziqmagan inson bo'lmasa kerak. Agar siz xohlasangiz, rassrochkaga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 3 yil muddatgacha hech qanaqa foizsiz o'z narxini bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz. Boshlang'ich so'latiga 30% dan 36 oygacha. Bunaqa imkoniyat bilasizlar respublika bo'yicha birinchilardan Ademaster Namangan Cherry avtosalonida mavjud. Tigo i Pro avtomobili statistika bo'yicha O'zbekistonda eng ko'p sotilgan crossover inomarkalardan hisoblanadi. Ushbu avtomobilga qiziqqan bo'lsangiz bitta like qo'yasiz degan umiddaman. Bizning manzilimiz Namangan shahar Yangi bozor Promzona yo'lida. Ulguringlar shu oy oxirigacha amal qiladi. Hozir sizlar bilan birgalikda avtomobilning salon qismidagi komfortlarni ko'rib chiqamiz. Avtomobil start stopdan iborat yonishi va 360 graduslik kamerasini ishlashini sizlarga ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizdek bitta avarinkani yoqsangiz, o'zi sizni polniy yon atrofingizni xavfsiz ko'rsatib beradi. Ya'ni parkovka qilmoqchi bo'lsangiz ham, harakatlanmoqchi bo'lsangiz ham 360 kamerasi sizga juda ham udobniy va yordam beradi. Avtomobilni tabloni o'zgartirish imkoniyatiga egasiz, ya'ni bu tomondan nastroykasidan o'zgartirsangiz ham bo'ladi. O'rindiqlarda barchasida isitish funksiyalariga ega eko kojadan bo'ladi. Salon qismi 80% sifatli eko koja bilan jihozlangan. Kattagina panorama tom 1.5 kvadratdan kattaroq. Avtomobilda besprodnoy zaryadnik va podstakanchiklari ham mavjud va ikki xil yurish rejimiga ega. Eko va sport rejimlariga ega. Iqlim nazorati ikki tomonlama bo'ladi, ya'ni siz xohlasangiz issiq, bu tomonga xohlasangiz sovuq qilib chiqazib beradi. Orqa dizayni bu restyling bo'ladi, yangilanib chiqqan holatda bo'ladi. Orqa bagaj ochilish, yopilish elektronik hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Ushbu avtomobilning bagaj hajmi 420 litrni tashkil etadi. Yana bir Tigo i Pro'ning plyus tomoni, zapaska ya'ni qo'shimcha baloni bir xil bo'ladi, 5-balon hisoblanadi. Ya'ni qisqa balon bo'lmaydi. Ushbu avtomobilga xohlasangiz propan o'rnatib olsangiz ham bo'ladi. O'zi rasxodi shahar ichida 7 litr. Ya'ni agar propan o'rnatib olsangiz sizga anchagina plyus bo'ladi. Ushbu avtomobilda ko'rib turganingizdek bagaj yopilishda jetski rejimlari ham mavjud. Agar siz qo'lingiz qolib ketishi mumkin yoki yosh bolalarning qo'li qolib ketgan holatda ham bagaj o'zi avtomatik ochib beradi. Bunaqa imkoniyat faqatgina Tigo i Pro avtomobillarida mavjud. Bizning manzilimiz Namangan shahar Yangi bozor Promzona yo'lida. Hammani Ademaster Namangan Cherry avtosalonida kutib qolamiz.